2026-yilda oylik stipendiya, pensiya va nafaqalarni oshirishga qancha pul ajratilgani ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yili uchun davlat budjetiga doir qonun hujjatini loyihasini e'lon qildi. Hujjatlar qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelasi yili davlat xodimlari ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga budjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunga ayrim xizmat turlari narxi ko'tarilishi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi xarajatlari ham kiradi. Kelasi yillarda aholi real daromadlarini ko'tarish uchun davlat xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalarini yillik inflyatsiyadan yuqori oshib borish reja qilingan. Prognozlarga qaraganda 2026-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlari ish haqi 1% oshirilsa, budjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirdi. Pensiya 1% ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Budjet xarajatlarining katta qismini ish haqiga to'lovlar tashkil etadi. Masalan, 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlat 172,8 trillion so'm ajratmoqchi. Bu 2025-yilgi tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'p. Kelasi yilda oyliklarga to'lovlar davlat budjetlari xarajatlarining 42,9% tashkil etishi kutilyapti. Mazkur chiqimlar yalpi ichki mahsulotga nisbatan 8,7% tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga 2026-yilda stipendiyalarga 2,2 trillion so'm to'lanadi. Pensiya to'lovlariga 86,1 trillion so'm, nafaqalarga 14 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi kutilmoqda. Avvalroq e'lon qilingan fiskal strategiyasida O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlari ish haqi, pensiya va nafaqalari miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangandi. Shu bilan birga kelasi yilda davlat idoralari budjetidan qancha pul olishi ma'lum qilingan.